Mana o'rtada. Maşallah. Maşallah mana. Mana bu bolaning duosini olish kerak. Assalomu alaykum boyata. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang. Ha qarang, biz hali vaqtning xo'jayini keldi mana. Chekara. Chekara. Bolalarni qaranglar. Juda katta rahmatlar. Tabriklaymiz Dilshod. Rahmat. Muborak bo'lsin. Qanday nevaram? Yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Zo'rku, ha? Qadarka? Xudo xolasa savxozni bitta aylantirib, ha? Yoshlaring uzoq bo'lsin. Mana shunday ota-onani siylab, hurmat qilib yurgan bo'lsalaring, mana sizlarni Alloh taolo hurmat qilsin, rahim. Alloh taolodan siylab ko'ringlar, rahim. Sizlarning ham farzandlaring mana shunday ota-onani xursand qilib yurish, farzandlar bo'lib yetishishni Alloh nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar, ishlaring omadini bersin, hamisha topganlaring mana shunday yaxshi kunlarga taqdir qilsin. Ota-onang ham shu sizlarning faqat yaxshi kunlaringga, xursandchiliklarga sherik bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Oq yo'l bilan mashhur bo'lsin, har doim to'ylarga, xursandchiliklarga, yaxshi kunlarga minib yurishni Alloh nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin Dilshod.